Menimcha hamma ishxonada mana shunaqa xatolik bo'lib turadi. Qaranglar. Mana shu bisetka uzuni 6 metrga boradi. 5 nechi ham 7,5 millionga olganmiz mana shuni. Metrda taxtalari bor o'tiradigan. Ponni aylanasiga taxta qilib beramiz. Rasmni ham qo'yib qo'yaman oxirida. Olgan bisetkamizni. Bu tom qismi mana. Tunikadan tomigacha olib beramiz. Kraska hamma yo'g'i ichida. Mana tomi. Endi 7,5 millionga olganmiz. Bolalarga arzon olib qo'ydingiz. Iloji bo'lsa qo'shib beramikinlar deyaptilar. Qo'shib bersa noto'g'ri bo'ladi. Qo'shtirib ham olmaymiz. Kerak ham emas, dagavur. Yaxshi ham emas qo'shtirib olish. Faqat mana shunaqa qilganlar ko'ngil uchun bo'lsa ham iltimos endi foyda qilasiz deb yozib qo'yinglar kommentariyada. Mana shu bolalar ham qilayotgan bolalar ham xotirjam bo'lsin. Endi hozir materialda hamma yo'g'ini ishlatsam, hisob-kitob qilsam 7,5 milliondan o'tib ketib qolsa, qanaqadir ko'ngil xiralik bo'ladimi bilmayman. O'shancha hisoblamadim. Hamma yo'g'i ichida qilib beramiz dedim. 7,5 millionga oldim mana shu. Ustida tunikasi bor, tomini alohida yasadik, qo'yishga oson bo'lsin deb. Prosta yasaganlar bo'lsa 200 mingmi, 300 mingmi foyda qiladimi? Ko'ngil uchun xo'p deb qo'yaveringlar.